shu yerdamanmi? Nima biga yana kelib qoldim? Salom. Kim gapirdi? Bu men, eski tanishing. Ha, qora mashay, senmisan? Nega men yana bu yerdaman? Sen 17 kunni juda zo'r o'tkazding. Ammo bizning tahlillerimizga qaraganda bu sen uchun juda oddiy bo'lib qoldi. Va endi sen qolgan 33 kuningni qiyinchilik bilan o'tkazasan. Nima? Hozir shoshmay turing. Alo, dada, men uyga qaytmasligim mumkin. Keyin ukam kompyuterimga tegishmasin. Shartlar o'sha. Agarda sen qolgan 33 kuningni yashab qolsang, 1 million so'm sohibi bo'lasan. Men roziman, davay meni uyimga yuboring. Uying? Yana qanaqa uying? Sen rivojlanishni boshdan boshlaysan va sen boshqa orolga tashlab ketaman. Nima? Dadasini ish qisgan. Meni shuncha qo'rgan uyim endi yo'q demoqchimisan? Xuddi shunday. Uyingga xush kelibsan. What the fuck? Yaxshiyam divonni ustiga tushman. Qanaqa divan bu, yotoqxona yo garang. Yo what the fuck? Qayerga tashlab ketdi meni yana? Osmondan tushdimmi? O'zgina o'zim kelib olib, biza qanaqadir xarobali uyga tashlab ketishibdi. Yo what's up bolobonashlar. Bugun sizlar bilan birgalikda o'sha men hacker va bugun bizni qanaqadir joyga yana tashlab ketishdi. Qanaqa orol bu? Lekin oddiy orolga o'xshayapti. What the fuck? Nicho bolalar. Biz endi bugun 17-kun, menimcha 17-kunda 50 kungacha biz rivojlanishimiz kerak va bizda sandiq bor. Wow, yaxshi. Bolalar, bizga ovqatlarimiz bor va bizga ozgina yordam berish uchun ovqat va suv. Endi bizga suv ham ichishimiz kerak bu. What? Nicho. Hali suv ichamiz bolalar. Ular aytgandek endi ozgina qiyin bo'ladi yo. Yo what? Ya, okean suvi bu. Tuzli suv, umuman bo'lmayotgan suv. Mana bu nima edi? Ha, baliq ekan. Okey bolalar, biz endi rivojlanishimiz kerak. Hozirroq bu yerda ketishimiz kerak bolalar. Qanaqa qiyinchiliklar bor endi bizning oldimizda. U juda qiyin bo'ladi endi senga deganda. Ko'ramiz. Bu qaranglar, yursam boshim qimirlar ekan. Let's go. Bizga birinchi o'rinda daraxt kerak bolalar. Yakras daraxtlar juda ko'p oldimizda. Okey. Biz hozir yana bitta chopsak, to'rtta daraxt beramiz ya. Okey. Bizga bitta verstak kerak. Joyiga tezroq. Bu verstakda ham ko'rinishi o'zgarib ketibdimi? Rostdan ham boshqacha bo'ladimi deyman bu rivojlanishimizda. Okey, bizda kirka bor. Bola bugun 17-kun va biza 50 kungacha rivojlanishimiz kerak. Qani biza 50 kun rivojlansak, bizga 1 million so'm beriladi bolalar. Okey, men shuning uchun bu yerda va biza bitta toshlik kirka qila olamiz. Yaxshi, toshlik toporimiz ham bor. Bola aytgancha bizning qurollarimizni ham olib tashlashibdi bu yerda. Endi qurollar yo'q. Suv olib olaylik o'zimizga. Xo'p, bizda olma bor. Yo bolalar, biza bu yerlarni tekshirib chiqishimiz kerak. Qanaqa yangi narsalar qo'shishibdi. Hammasi oddiy. O juda yaqin qilib beradi. Bunaqa yaqin qilib beradi. What? What the fuck? Bola buni qaranglar, rang-barang qo'y. Buni juni yo'q. Buni junini qaychi bilan olishimiz kerak ekan. Ha, necha qonladi. Buni juni bizga kerak emas. Bizga rang-barang narsa yotgimiz kelmayapti. Necha yangi narsalar rostdan qo'yishibdi. Men yo'qa boshlayapti. Mana yana bitta rang-barang qo'y. Bizga ovqat kerak faqat. Bola mana shu bizga ko'proq daraxt kerak. Mana bular qaranglar. Wow, okey. Bizga mana shular olamiz. Xo'p, bitta chopsak bizga 10 ta daraxt berilar ekan. Va nihoyat go. Biza ot yoki biron shunga o'xshash narsa topamiz. Vo, mana nima edi? Ko'mir? Bola, mana ko'mir ekan. Vo, muxtayladi. Da ko'mir. Bola o'zgaribdi ko'mirlarni turishi. Yaxshi. Bola, bu juda zo'r rivojlanish bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Bu orqamdan taporib turibdi, dahshat. Keyin yursam boshim qimirlar ekan, shunisi yo'qdi qaranglar. Shuning mana bu yerda katta shaxta bor. O'shamiz bolalar. Boshidan rivojlanishimiz kerak 17-kunning o'zida. Bu yerda nimalar borligini bilmayman bolalar. Shuning uchun jimgina yuraveraylik hozircha. Lekin menga ko'mirlarda turish yo'qdi. Voy, ko'mir zavodiga tushib qoldimmi men? Bitta o'zimizga fakil qilib olamiz. Okey. Go, bu yerda ketamiz. Bu yerda qilayotgan ishimiz qolmadi uje. Hop, pastga tushamiz. What the fuck man? Yo'qqa tushkim kelmayapti. Turishi boshqacha. Okey, bizda non bor. Qarochi bolalar, biz o'zimizga uy qurish uchun normal joy topishimiz kerak. Keyin biz hozir uy qurishdan oldin ozgina sarguzasht qilamiz. Ko'ramiz bu yerda nimalar bor ekan. Chunki biz bu yerda yangimiz va ular aytgandek, ya'ni meni bu yerga tashlab ketganlar aytgandek, bu jivani juda qiyin bo'ladi degandi. Hozircha hech qanday qiyinchilik ko'rganim yo'q. Menimcha birinchi kunda bizga unchalik qiyin narsani ko'rsatmayapti. Birinchi kun emas, 17-kuni endi bu yerga kelganimga 1 kun bo'ldi. O qarg'a, non yeb olishimiz kerak yana bizga. Yo, suv kerak bizga. Bolalar, bu suvni ichsak hozir biza mast bo'lib qolamiz. Chunki bu suv qanaqadir spirt qo'shilgan suv bolalar. Buni biz qaynatib ichishimiz kerak. Bizga ko'proq daraxtlar kerak. Okey. Bola, nimaga 3 yil yo'qolib ketdingiz deysizlarmi? Buning o'ziga yarasha katta sababi bor. Buning sababi mening kuchugim tug'di. Suvimiz qolmasa ham yugurmay qolaganmiz. Bizga tez bitta pechka kerak. Suvlarni qora olamiz. Eski tanish.
Sen yomon o'g'risan bilasanmi? Bu suvimiz tayyor. Cho'lamiz okey. Bu suv lekin juda zo'r ham ovqatimizni ham ketkazmaydi, ham juda ta'mi ham zo'r. Endi biz suvga ham ishlashimiz kerak bo'lib. Let's go. Yo, aylanib uxlıyordum ben. Ko'rdinglarmi? Aylanib ketdim. Stop bolalar, bizlar tezlashtirgich bor ekan, qaranglar. Ko'raylikchi. Xo'p, 3 2 1. What? Umbaloq o'shyapti. Umbaloq o'shyapti. Ko'rdinglarmi, qaranglar. What the umbaloq o'shyapti. Narsa qo'shilibdi. Yugurayotgan paytimizda bitta rangni bostirsak uchib ketamiz, yaxshi. Go, mana bu yerda nimadir bor. Nima bu? Bunga yaqinlashmaslik kerak. Voy! Creeper! Vahim qilmaymiz. Oddiy creeper. Yo'q, qoch. Yaxshi, bizlar jonimizni, voy, portlashni ko'rdinglarmi? Yangicha portlash, yaxshi. O'zgarsa katta. Yo, bu yerda ketamiz, mana bu yerda qaranglar. Qanaqadir juda takoy, katta orolga o'xshabdi. Yo, suzib boramiz yo'qqa. Bizga birinchi o'rinda bitta qayiq kerak. Qayiqasi olamiz o'zimizga. Men yangi orolga boryapman. Kakras qo'rqib ketibdi. Bu qurbaqa aralash toshbaqami? Qo'limizda fakil olib qo'yamiz. Hozircha ertalab suvlarimizni to'ldirib olaylik. Okey. Go, endi bu yerga ketamiz. Yangi orolga qarab. Bu yerda shoxta bor ekan. Bizga temir kerak. Bu mana bu temirmi? Nima bu? Yo'q, bu temir emas ekan. Yo'q, qayiqlar turishini qaranglar. Yangi animatsiyalar ham qo'sh. Bugun 18-kun aytgancha, yaxshi. Biz 50 kun yashab qolishimizga ancha vaqt bor hali. Biz 50 kunga yetursak juda qiylashib ketaveradi Minecraft. Let's go. Wow. Mana shu qonlar lekin dahshat ishlangan ekan. Sikker. Sizlar ko'rmaganimga mencha o'p ketdi. Suvimizga qolmayapti, suvimizga qizdirib olish kerak. Qani. What? Çok iyi ekan, tez. Oddiy suv ichib turamiz. What the fuck? Rostdan qiyin ekan. Ko'proq bizga mana bunaqa suvlar kerak. Ko'p buni buzib ketamiz, suv bor joyga boramiz hozir. What the fuck? Tayinga turib tursam sut bilmasam. Bo'ro'minachlar bizga endi suv muammosi ham bor. Wow. Bu yoqqa tushmaslik kerak, hozircha bizga suv kerak. Buqa o'ldirsam bo'ladimi? Yo'q, hozircha o'ldirish menga yaxshi fikr emas, chunki jonim ko'rib turibsizlar. Bizga suv yo'q bo'lsa ham jonimiz to'lmay ekan. O, suv. Ana yurtda nimadir ham bor. Bo'lish kerak degani. Ko'mirlar olib ketamiz yo'l-yo'l, aka. Ko'mir. Nima edi? Nima bu? Azam deymaylar. Menga suv kerak hozircha. Yeroq bu yoqqa kiramiz. Mana bu yerga tushsam jonim ketadi. Demak, biz aqlli ishlashimiz kerak. This is hacker mask. Bo'lo'minachlar endi biz bular qizdirib olamiz. Hozir shuning o'zida qatan olamiz. Suvimiz tayyor. Bo'lo'minachlar biz ana bu sigirlarni o'ldirib kelamiz. Turishni qaranglar buni. Seni o'layman shu kungacha ekan. Biz keldik. Hazlashdim. Ovqatimiz tayyor. Yo'lda ketdik bolalar. Tezroq ketishimiz kerak. Men ana bu daraxtlarga bormoqchiman. Qanaqadir boshqacha daraxtlar ekan ular. Go. Qamizda taporimiz suribdi, qaranglar. Yonimizda kirkamiz suribdi. Yo, let's go. Ot bolalar, bizda ot uchun o'tirgich bor. Yaxshi, bolalar, endi biz o'zimizga ot olishimiz mumkin. Qaysi? Men seni yangi egayman. Yurakchalar chiqar menga. Yurakcha. Ha, ulaydi. Xo'p, bizda otimiz bor edi mana. Yaxshi. Endi biz tez yurishimiz mumkin. Wow, mana bu qanaqa? To'xta. Sen omadli tovuqmisan? Ot! Yangi ot! Bu yoqqa kelsini endi boshqa otga almashtiraman. Yes, stop! Mana bu yerda uy bu. Qanaqa uy bu? Bola, bu yer xavfli bo'lishi mumkin. Men kirib ko'raman. Xo'p, mana shu yerda turib meni otginam hech qanaqa ovoz chiqmayapti-ku. Eshitma yo'q menimcha bolalar, yaxshi. Bu yerda nimadir bo'lish kerak, chunki bu yerda sandiq bor mana. Xo'p, kirish joyi. Mana o'sha eshik ham zo'raki olib ketaman men bu eshikda. What the fuck? Yotsa bo'layotgan bunga. Boshqa eshitma yo'qmi bu yerda? Okey, sandiqda nima bor? Wow! Men boydim bo'ldi, siyo bolalar. Lavash bor ekan. Lavashmi bu o'zi? To'xta, hali yeb ko'rmaymiz bolalar. What the backpack? Qanaqa kiysak bo'ladi buni? Bu sumkacha bolalar. What? Bola, sumkachamiz bu. Qanaqa kidiraman endi sumkachaga men? Nima qilsam kiradi sumkachaga? Sumkacha. Nima qilay? What the fuck? Nomigami deyman bu sumkacha? Nicho nimalar bor? O, non qilish uchun bizga somon bor. Va qanaqadir ovqat, suv. Bola, bizda suv bor. O'zimiz bola shit ekan-ku. Bola, sizlarga bitta takkoy xabarim bor. Pulsizlikdan qiynalyapsizmi? Sizga oson pul topish yo'lini ko'rsataman. Tavakkalchi o'yinlarda ishtirok etib, millionlar sohibiga aylaning. Rost ekan, men yo'q joydan 3 million so'm yutib oldim. Let's go. Barchasi haqqoniy. Shu video kommentariyasiga ko'k silkaga kiring va bu ko'k silka sizni Telegram kanalga kirdirib yuboradi. U kanalda siz 3 million olishingiz mumkin. Ammo bu oddiy emas. Birinchi, kanaldagi ro'yxatdan o'tish joyiga kirib, ro'yxatdan o'tasiz va promo kodga kirib, hacker promo kodini yozsangiz 3 million so'm hisobingizga tashlab beriladi. Biz otimiz qani? Otimiz. O, taygaso
Otim qani meni. Kuchlik chalish bilmayman. Otim qani? Otim kurmadinglarmi? Mana bu otimada otim. Nima qo'rqitasan odam? Garang. Men lavash topdim sen uchun. Lekin senga men o'zim yeyman. Okay. Wo, stop. 5 minutga mana shu yerga turib tur. Nima bu? Necha buni qo'shdik lekin. Malgan tushunmadim, lekin qo'shib ketdik. Bola bilan endi biza uy qurish uchun normal joy topishimiz kerak. Или sarguzash ham qilamiz ozgina. Lab. What? Pillajerlar nima qilyapti? Yur! Tutib qolgan shu paytda. Mana bir nima edi? Orqamdan poylab ketdi. Yur! Nima bu? Nima bu? Yo'ldan ketish kerak. Otim qani yana. Stop! O'tib, to'xta. What the fuck? Qishloqda poylay bu qishloqmi? Bilmayman, shaharmi bu? Mana bu ekan, tezroq kir. Ko'p sandiq. What the fuck? Kiberda kiyimlar. Yo! Mana shu yerda qaynatib olamiz suvlarni. Oh non, kakras timer. Men qishloq juda ko'ring kelyapti. Nimalar bor ekan qishloqda? Otim yur. Okay, stop. Mana boyaniki narsa. Nima bu? Portalmi? Portal boyaki joyimiz mana. Bola yana o'sha joyga qaytib qolishi mumkin yana. Dahshat. Bola bilan bir yerda ko'rgim kelyapti. Nimalar bor ekan bu yerda? Hozir biz 19-kunga o'tamiz. Tepada nimalar bor ekan? Bola bilan kech bo'lyapti. Biz uxlab qolish uchun bitta normal uy topishimiz kerak. Bu juda ko'p normal uylar bor ekan. Bu yerda sanda necha kerak emas narsalar ekan. Mana bu nima edi? Okay, bola biz mana shu yerga tunab qolamiz. Biz yotoqxonamiz bor. Yangi yotoqxona yotamiz. Joy bize mana buni ustimizga o'pib qo'yayapmiz, qaranglar. Dahshat. Let's go. Bizani 19-kun kutib oldi menimcha. 19-kunmi deyman. Mana bu bizga kerak emas. Biz endi otimiz qoldi. Mana otimiz. Nima yo'qolib qolyapti, plus. Endi biz bu uylarni hammasiga kirib chiqamiz. Mana bu kirib ko'rmoqchiman, juda katta joy ekan. Joyga ketib qolmay, bashiringga uray. Hop, mana nima edi? Pulada nimalar bor ekan? Mana nima edi? Ular ekan, oddiy narsa ekan. Yo'q, vahima kashmadi. Mana bu kirib ko'raman men. What? Yaqinlashma. Ket. What the fuck? Qanaqadir zaharli. Nima deymiz? Nima deyishida? Nima edi? Ismimdan chiqib ketib qoldi. Zaharli bursiq, qanaqa bursiqi? Nima bu? Nima deydi? Qumursqa deyiladi ular. Qumursqalarni yo'qotish anosi yo'qmi bu yerda? Opasniy ekan ko'p joylari. Rostdan ham qiyin. Oddiy bitta kichkina narsa urib, abjag'imiz chiqarib ketdilar. Mana bu yerda sandiq. Oh, non, bizga suv kerak hozircha. Suv. Qayerda topsak ular suvni? Nima edi buni bu? Otim qani, otim. Nima? Ketib qolaverasan. Asab, senga bitta boqich yasashim kerak-da. Voy, mana bu nima edi? Nima bu? Dahshat. Zo'r narsalar bor ekan bu yerda. Wow! O'ttirishini qaranglar. Bu o'tga bog'lanadimi bu? Stop. Bizlar kakkiroz otimiz bor. What the fuck? Bola, buni qaranglar. Stop. Bunga narsalarni solib qo'ysak bo'lmaymi? Solib qo'yish uchun. Buncha joyi bor bunda. To'xtanglar, biz mana bunga narsa solmoqchi edik. Kerak narsalarni hammasi shunga solib qo'yamiz. Okay, bolalar, menimcha hamma kerak narsalarni solib qo'ydik mana. Mana bu yerda turar ekan narsa solib qo'ygan joylarimiz. Mana turibdi narsalarimiz. Eshik, narsalar mana, eshik, yotoqxonamiz turibdi. Yaxshi, to'xtanglar, shuni o'raylik-da, shu eshik bilan yotoqxonani. Buni qaranglar. Dahshat, qo'ygan narsalarimiz turar ekan. Yaxshi. Bundan bilib olsak bo'ladi nimalar qo'yganimizda. Qaranglar endi. Boshqacha necha bu yerga ketamiz avvalda. To'xtanglar, ketishimizdan oldin yana bir ikkita joylarga kirib o'tishimiz kerak biz. Orqa qaytamiz. Juda yo'q qoldi, qaranglar. Qani? Narsalarim. Mana bu qolib ketibdi-da. Tushib qolar ekan, o'tolmayotgan joylari ham bor ekan bunda. Tekis joylardan o'tish kerak ekan. Tushunarli. Mana shunday qilib yurishim kerak endi. Qo'rqyapti o'zi. Mana pastda ham joylar bor ekan. Bular juda rivojlanganmi? Bular xohlagan joyga uy qurib keturgu. Bularchilar mana shu yerlarga hamma joyga kirib ko'ramiz-da. Okay. Bu kerak emas joy. Mana bu nima edi? Oh, non. Okay. Qani men narsa? Qayerga ketib qoldi? Otib ko'rmasiz birata, otib ko'rmasizmi? Otib yo'qolib qoldi. Mana. Bola bilanchilar biz mana bu ikkita joyga ham kirib ko'rib ketamiz bu yerda. O'zi yo'qmi ham qoldi. Bola tekis yo'l. Prosta yamalar ko'p ekan. Nimani o'ylayotgan bo'lsan hozir shu? Bilanchilar biz mana bu yerga kirib ko'rmoqchi edik, lekin mana shu yerga yashayotgan odam bilan juda qiynalsa kerak, qaraylar turishi bu. Yoki bilib turib qilingan suv ichishi. Rostdan ham nimani o'ylayotgan bo'lsan shu? Bir-biriga ko'z yummaslik o'ynatgan ekan, ko'z urishtirayotgan ekan bularda. Aytdim bu. Bitta joy yon ko'p qarab qol. Yo'qmi ketyapsan?
Ana endi kerak emas narsalarni sen solib qo'ysak bo'ladi mana buni ichiga. Xo'p. Endi omonachilar, yo mana bu yerlarda ham nimadirlar bor, nimalar bor bu yerlarda? Buncha ko'p. Uzilib ketamiz. Aytdim. Mana bu yerda ham joylar bor ekan, Addinni yashaymi deyman bu yerdagilar. Mana nima edi? Nima bu? Ye Chig'anoqda yashaydi-ku. Yoncha yuradi-da, rostdan ham. Da kech bo'lyapti bolalar. Biz hozir pechkamiz bor, suvni qaynatib olamiz. Qani biz ko'mirimiz ana ichida. Qani ko'mir. Okey. Men mana buni tushirib turaman ungacha. Asab ekan buni. Bu bilan yurish qiyin ekan, qarochi, mana bu narsa bilan. Juda har doim uzilib ketaverar ekan. O'zi kech bo'ldi bolalar. Qulaymiz mana shu yerda. Yotoqxonam mana shuni ichida ekan. Qo'l olaylik. Okey, tunab qolamiz. Let's go. Hamma xayrli to'y 20-ku bizni kutmoqda. O'zi 20mi? Qanotim sal orqaroqqa yursak degan. What? Bu yangi qurol topdim. Burasidan qo'li shuncha narsani qaysi kerak tashlab ketadi. Nima? Okean ham xavflimi endi?